Ko'pchilik revmatoidniy artrit bilan osteoartritni adashtirib qo'yishadi va bir tekisda revmatoidniy artritga lecheniya olishadi. Vaholanki hech qanaqangi bir foydasini sezmaydi. O'zi aslida aniq standartlar bor. Amerikanskiy standart bo'yicha osteoartrit va revmatoidniy artrit. Revmatoidniy artritda ko'p uchraydigan holat bu sinovialniy жидкость deyiladi. Osteoartritda esa yo'q. Vaholanki davo turi ham shunga qarab farq qiladi. Osteoartrit revmatoidniy artritdagi holat. To'g'ri qo'yilgan tashxis yarim davo degandek, bu aniqamizda ham aynan o'sha osteoartrit holati aniqlangan va davo turi ham shunga munosib ravishda bo'ladi.